ko'rdilar, odamlar xursandchilik bilan kutib oldilar. Rasulullohni shunaqangi xursandchilik bilan kutib olishdiki, buni Rasululloh tasavvur ham qila olmasdi. Juda ham bir xush kayfiyatda Rasululloh juda xursand bo'lib ketdilar. Go'yoki bir zimistondan yorug'likka chiqqandek bo'lib ketdilar. Va ana shunda shu Qubo qishlog'iga kelib, Rasululloh aytdilarki, mana shu joyga masjid quramiz deb. O'zlari qurilishda barzaman bo'lib mana shu joyda Qubo qishlog'ida bir masjid qurdilar. Va ilk marotaba tong muborak etsin. Amin. Bu Madina Munawvarada har kim ham tong ottira olmasa kerak. Amin. Bu joyga mana sizlarga Alloh taolo nasib qildi. Bu joylarda sizlar chiroyli holatda mana chiroyli tonglar ottirib, bomdod namozini mana Masjid Nabaviyda o'qiganlar bordi. Alloh qilayotgan ibodatlarini dargohida qabul aylasin. Mana endi inshaalloh bugun Makka bo'ylab, Madina bo'ylab ziyoratga chiqiladi. İnşallah birinci boradigan joyimiz Masjidul Qubo. Rasulullohda azon chaqiradigan muazzinlari bo'lgan. Bilal masjidlarida. Bilal radhiyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallam davrlarida